Barcha Koreyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Videoni oxirigacha ko'ring va quyidagi muammolar sizda ham bo'layotgan bo'lsa, tezda Kyongju shahridagi chet elliklarni qo'llab-quvvatlash markaziga xabar bering. Allo, Alo, uka. aka. Bu boshqa uyga ko'chganingizda 14-da adresni o'zgartirishingiz kerak deganmiding? Aka, 14-da migratsiya yoki mahalla komitetiga borib ariza berishingiz kerak. Migratsiyaga borganda joy brontam qilish kerakmi? Ha, shunaqa. Lekin mahalla komitetiga borib ariza qilsangiz ham bo'ladi. Men ko'chganimga 14 kun bo'lib qo'ydi-da o'zi. Ertaga 14 kun bo'larkan, kamiga ertaga ishga chiqishim kerak. Mahalla komiteti 6 gacha ishlaymi? Ulgurolmayman-ku. Boshqa biron iloji yo'qmi? Borda aka, onlayn ariza qilsangiz ham bo'ladi. Shuni qilib bera olasanmi? Aka, qilib beraman. 3 haftaman hujjatingizni yuboring. Okey. Xo'p aka.